Qayerga ketdim va bergan barcha va'dalarimiz qayerga ketdi? Va biz qurgan yillar, ular bir necha soniya ichida qanday barbod bo'ldi. Men seni taqdirim deb o'ylagandim va men sening qalbingdagi sevgim ekanligimni, umidlarim shamolga sochilib ketganini bilmasdim. O senga bo'lgan hayotimning behuda ketishi, qani endi seni xohlayotganimni aytmaganimda edi. Sen mening arzon narxga sotding va seni xohlagan men edim. Sevgim sening yo'qligingda yo'qoldi va eshiging menga yopildi. Men begona bo'lib qoldim va men uchun qolgan narsa faqat sening azobing. Men atrofga qarayman va ko'raman, har bir burchakda sening tasviring. Sen meni xavfsizlik bilan to'ldirar eding. Endi men sening mehmoningman. Xatlar, she'rlar, rasmlar va va'dalar, ularki barchasi sarobga aylandi va mavjud emas. Qani endi qani endi nima bo'lsa, o'rtasida menda bor bo'lgan eng go'zal narsa yo'qoldi. Seni mening bo'yim deb o'ylagandim, lekin bugun sening yo'qligingda men vayron bo'ldim. Sevgi yo'q bo'lib ketdi va kuldan boshqa hech narsa qolmadi.